Avgust oyida tug'ilganlar haqiqatdan ham issiq va yorqin insonlar. Avgust oyida tug'ilganlarning boshqalardan farq qiluvchi xususiyatlari: jozibali va tabiiy lider. Siz tabiatan lider bo'lasiz. Odamlar sizni kuzatishni istaydi. Sizning jozibangiz va ishonchingiz ularni o'ziga tortadi. Ishonchli va mustahkam. Avgustda tug'ilganlar o'zaro munosabatlarda ishonchli va sadoqatli bo'lishadi. Sizga doimo tayanish mumkin. Haddan tashqari energiya va ishlashga qobiliyatli. Siz uchun tinch o'tirish qiyin. Siz har doim faoliyatda bo'lishni va maqsadlaringizga erishishni xohlaysiz. Hayotga iliq munosabat. Siz hayotni sevish va qadrlashni yaxshi ko'rasiz. Har bir lahzani bahramandlik bilan yashaysiz. O'zgarishlarga tayyor. Siz yangiliklarni ochiq, o'zgarishlarga moslasha olasiz. Har doim yangi imkoniyatlarni izlaysiz. Avgust oyida tug'ilganlarning kuchi va ishonchiga qoyil qolish mumkin. Tug'ilgan kuningizni izohlarda yozing.